Mo'tabar mo'mina ayollar kitobidan Hazrati Ummu Salama radhiyallohu anhu mo'minlar onasi. Bugun siz bilan yana bir Allohning suyukli bandalaridan bo'lgan mo'minlar onasi haqida bilib olamiz. Hazrati Ummu Salama radhiyallohu anhu. Alloh taolo marhamat qiladi. Mo'minlar orasida Allohga bergan ahd va paymonlarga sodiq bo'lgan kishilar bordir. Bas, ulardan ayrim kishilar o'z ahdiga vafo qildi, ya'ni shahid bo'ldi. Ulardan ayrim kishilar esa shahid bo'lishga intizordir. Ular munofiqlarga o'xshab Allohga bergan ahd va paymonlarini o'zgartirganlari yo'q. Ahzob surasi 23-oyat deb buyurdi. Abu Salama laqabi bilan tanilgan Abdul Asad o'g'li Abdulloh Mag'zubiy oyatda aytilgan birinchi guruhga mansub edi. U Alloh taologa bergan so'ziga vafo qildi. Uning yo'lida sabr etib, mukofotini undan kutib jang qildi va shahid bo'ldi. Uning zavjasi Ummu Salama radhiyallohu anhu Alloh taoloning qazo va qadarini kutgani uchun ikkinchi guruhga daxil bo'ldi. Er-xotin og'ir qiyinchilik va mashaqqatlarni boshdan kechirdilar, lekin sabr-toqatdan chekinmadilar. Matonatlarini yo'qotmadilar va aslo zulmga bo'yin egmadilar. Boshlariga shunday ulkan balo va qayg'ular keldiki, agar bu balolar bir tog'ning ustiga tushganida uni yiqitardi. Agar mustahkam qoyaga tushganida uni eritib kul qilardi. Ularning Alloh taologa iymonlari va uning arqoniga bog'lanishlari fitna balosidan ham kuchli edi. Chunki Alloh taoloning va rasulining muhabbati ular uchun dunyo va undagi barcha narsadan qimmatli edi. Suhayl Mag'zumiy. Suhayl ibn Mughira qavmining sayyidi va boy kishisi edi. Jo'mardligi, qarami va jasorati bilan tanilgan edi. Suhayl Mag'zubiy yo'lovchilarning ozig'i laqabini olgan edi. Safarga chiqqanida hamrohiga oziq-ovqat oldirmas. Aksincha, hammaning hojatini o'zi ta'minlar edi. Agar do'stlari biror yegulik olib kelsa, jahli chiqardi. Ummu Salama nomi bilan tanilgan Hind ana shu jo'mard kishining pushti kamaridan dunyoga kelgan edi. Otasidan olgan yuksak axloqiy sifatlar uning taqdirlanishi va hurmat ko'rishiga sabab bo'ldi. U Abdul Asad o'g'li Abdulloh Mag'zumiy bilan turmush qurdi. Soliha, vafoli va itoatli ayol bo'lgani uchun u bilan baxtli umr kechirdi. Musulmon oila. Abu Salama islom da'vatidan xabar topgach, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirdi. Zavjasi Ummu Salama ham u bilan birga musulmon bo'ldi. Shunday qilib, ular Alloh yo'lida fidokorliklari tufayli islom da'vati yuksaltirilgan ilk insonlardan bo'ldilar. Islom nuri ulardek fidokorlar bilan butun olamni oydinlatdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Habashistonga hijrat uchun izn berganlaridan so'ng Ummu Salama eri Abu Salama bilan hijrat qildi. Alloh taolo nasib etgan muddatgacha Habashistonda turdilar. Yana Nabiy sallallohu alayhi vasallamning go'zal yuzini ko'rish, totli suhbatlarini tinglash orzusida Makkaga qaytdilar. Ilk musulmonlar Qurayshlarning zulm va qiynoqlariga bardosh berib, bir qancha vaqt Makkada qoldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam madinaliklar Alloh diniga yordam berish uchun bay'at berganlaridan so'ng hijratga izn berdilar. Ummu Salama bu hijrat haqida bunday hikoya qiladi. Abu Salama Madinaga ketishga qaror qildi va tuyasini hozirladi. Meni mindirdi. O'g'lim Salamani ham quchog'imga berdi. So'ngra tuyaning nuqtasidan ushlab yo'lga tushdi. Mening qavmimdan bo'lgan Mughira o'g'illardan bir necha kishi uchun yo'lga to'g'anoq bo'lishib, o'zing-ku bizdan qutqararsan. Lekin xotining ham sen bilan ketishiga izn berishadi, deb o'ylayapsanmi? dedilar va tuyaning nuqtasini qo'ldan tortib oldilar.
meni ham tuyadan tushirdilar. Shu payt Abdulloh o'g'illari, ya'ni Abu Salama qavmining bu gapdan jahli chiqdi. Agar siz bu ayolni eridan ajratsangiz, biz ham o'g'limizni uning oldida qoldirmaymiz dedilar. Abdulasad o'g'illari o'g'lim Salamani o'zaro talashib, nihoyat qo'lini sindirishdi. Abdulasad o'g'illari uni olib ketdilar. Mug'ira o'g'illari esa meni qamab qo'yishdi. Abu Salama Madinaga yo'l oldi. O'g'lim, erim va meni bir-birimizdan ayirdilar. Har tongda abtohga chiqib o'tirar va oqshomgacha yig'lar edim. Shu holda 1 yil o'tdi. Bir kun Mug'ira o'g'illaridan bo'lgan amakimning farzandlaridan biri yonimga keldi. Ahvolimni ko'rib menga achindi. So'ng Mug'ira o'g'illariga, "Bu bechorani hanuz qo'yib yubormadingizmi? Eri va o'g'lidan ayirganimiz yetmaydimi?" dedi. Shundan so'ng Mug'ira o'g'illari, "Istasang ering yoniga ket", deb meni qo'yib yubordilar. Abdulasad o'g'illari ham o'g'limni qaytarib berdilar. Tuyamga mindim. O'g'limni quchog'imga olib, erimga yetish maqsadida Madinaga yo'lga chiqdim. Yolg'iz edim. Ta'nim degan joyga kelganimda Usmon ibn Talhani uchratdim. U Abduddor o'g'illarining birodari edi. Menga, "Ey Abu Umayyaning qizi, qayerga ketyapsan?" dedi. "Madinada yashayotgan erimning oldiga." "Yoningda biror kishing bormi?" "Alloh va shu farzandimdan boshqa hech kim yo'q. Vallohi, seni yolg'iz qoldirmayman." So'ng u tuyamning nuqtasidan tutib, men bilan yo'lga tushdi. Alloh taologa qasamki, undan qadrliroq boshqa biron kishi bilan aslo orqadosh bo'lmadim. Qo'noqlaydigan joyga kelganimizda tuyani cho'ktirar, o'zi orqaga o'tib turardi. Men tushganimdan so'ng tuyani bir daraxtga bog'lardi. Mendan uzoqroq bir joyga, bir daraxtning tagiga borib yotardi. Yana yo'lga chiqadigan paytimizda tuyamni hozirlab, uzoqroqqa borib turar va min derdi. Men tuyaga minib o'rnashib o'tirib olganimdan so'ng kelib, tuyaning nuqtasidan tutardi. Madinaga yetib borgunimizcha shunday davom etdi. Amr ibn Af o'g'illarining Qubodagi qishlog'i ko'ringach, "Ering Abu Salama shu yerda qo'noqlagan" dedi. "Uni shu qishloqdan topasan. Senga Allohning barokati bo'lsin", deb Makkaga qaytib ketdi. Alloh yo'lida tarqalib ketgan oila yana shu jamuljam bo'ldi. Abu Salama o'g'li va zavjasini quvonch bilan qarshiladi. Anchadan beri oila ustida suzib yurgan qora bulutlar tarqalib, ularning o'rnini sevinch va xursandchilik keltiruvchi rahmat bulutlari egalladi. Abu Salama Alloh yo'lida jang qiluvchilar safidan munosib joy oldi. Badrda qahramonlarcha jang qildi. Uhud tuprog'iga pok qoni to'kildi. Juda og'ir yaralangan edi. Biroq Alloh taolo unga shifo berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Asad o'g'illari ustiga yuborilgan lashkarga uni amr qilib tayinladilar. Ular musulmonlarning Uhudda yo'qotgan ulug'lik va haybatlarini qaytarib olish bilan birga ko'plab ashyo va g'animatlarni ham qo'lga kiritib muzaffar bo'lib qaytishdi. Ammo bu jangda Abu Salamaning eski jarohati ochilib ketdi. Ko'p qon yo'qotib, ahvoli og'irlashib qoldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bosh tarafda turganlarida jon taslim etdi. Ummu Salama bu o'limni iymon to'la qalb va sabr bilan Alloh taoloning amriga bo'ysunib, eriga Alloh taolo shahidlikni ihson etganiga shukr qilaroq qarshi oldi. Vafoli zavja. Abu Salama radhiyallohu anhuning vafotidan 4 oy o'tganidan keyin Hazrati Abu Bakr Ummu Salama radhiyallohu anhuni so'rab keldi. Jang maydonida o'lgan buyuk kishining tul zavjasiga uylanib, or nomusini saqlash va shu orqali ularga yordam berish arablarning urf-odatlaridan edi. Lekin Ummu Salama bu taklifni qabul etmadi. Shunday niyat bilan Umar radhiyallohu anhu ham keldi. Uni ham rad etdi. Bir kuni uyda yolg'iz o'tirganida eri bilan o'rtalarida bo'lgan suhbatni esladi. Ummu Salama shunday degan edi: "Eshitishimcha, jannat ahlidan bo'lgan bir kishi o'lib, jannat ahlidan bo'lgan
ayoli boshqa kishi bilan turmush qurmasa, Alloh taolo u xotin bilan erini jannatda birga qilar ekan. Xuddi shu kabi ayol o'lsa va eri uylanmasa ham jannatda birga bo'lishar ekan. Kel, sen bilan ahd paymon qilamiz. Mendan keyin sen uylanma. Sendan keyin men turmushga chiqmayman. Abu Salama radhiyallohu anhu men o'lsam sen turmush qurgin dedi va Allohim mendan keyin unga mendan ham xayrliroq bir er nasib et. U eridan hech aziyat, xafalik ko'rmasin deb haqqiga duo qildi. Abu Salamadan xayrli zot. Ummu Salama shularni o'ylab o'tirarkan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ichkariga kirish uchun izn so'radilar. Unga taskin va tasalli bermoqchi edilar. Bu musibatda Alloh taoloning senga ajr va ihson berishi va xayrliroq bir er nasib etishini Allohdan tila deb buyurdilar. Har doim butun g'am qayg'usini eri bilan baham ko'rgan mahzun beva Ummu Salama yig'ladi. Erini juda yaxshi ko'rardi. Ko'p kishilar uning qo'lini so'rab keldilar. Ular orasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ikki do'sti Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumlar ham bor edi. Lekin u barcha kelganlarga rad javobini berdi. Ummu Salama Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shunday dedi: Abu Salamadan ham xayrliroq kim bo'lishi mumkin? Ey Allohning rasuli! Nabiy sallallohu alayhi vasallam uning bu so'zlarini o'ylab, bu ayolni g'am qayg'u ichida yolg'iz qoldirmaslik lozimligini angladilar. Natijada Alloh taolodan unga bir ikrom bo'lishi, darajasining yuksalishi va tasalli topishi uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Ummu Salamani ham mo'minlarning onalari safiga olish amri keldi. Alloh taolodan Ummu Salamaga uylanish amri kelganidan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hatib ibn Balta radhiyallohu anhuni uning uyiga sovchilikka yubordilar. Ummu Salama Rasulullohga salom bo'lsin, ammo unga mening yoshim o'tib qolganini, yetim go'daklarim borligini, qolaversa juda rashkchi ekanimni bildir dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu gaplarni aytib yana elchi yubordilar. Yoshi o'tganiga kelsak, mening yoshim unikidan kattaroq. Kishining o'zidan yoshi ulug'rog'i bilan turmush qurishi ayb emas. Yetimlar esa Alloh taologa va rasuliga oiddir. Juda rashkchiligi xususida men Alloh taologa undan bu hisni olishi uchun duo qilaman. Ummu Salamaning valisi Umar ibn Abu Salama edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga mahr o'laroq 10 dirham qiymatida mol berdilar. Bular ichida xurmo yaprog'i solingan bir ko'rpa, qozoncha, tovoq va tegirmon bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xufton namozidan so'ng Ummu Salamadan boshlab zavjalari huzuriga kirardilar. Zero Ummu Salama mo'minlar onalarining eng yoshi ulug'i. Ummu Salamaning xonasiga birinchi kirishlari unga bir ikrom edi. Soliha ayol. Ummu Salama voqealarni g'oyatda chuqur o'ylab, juda to'g'ri qarorlar beradigan aqlli ayol edi. Shu sababli Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning boshqa zavjalari bilan juda oson til topishib ketdi. Bundan tashqari, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'llarida uning yuksak mavqei bor edi. Hudaybiya kuni bir voqea sodir bo'ldi. Quraysh elchilari bilan tinchlik sulhi tuzilgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashablariga qurbonliklarni so'yish va sochlarini oldirishni amr etdilar. Sahobalar bu shartlarni og'ir deb bilib, bu sulhning vahiy bilan bekor qilinishiga umid qilgan holda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning aytganlarini bajarishga turmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 marta takrorladilar. Lekin hech kim joyidan qo'zg'almagach, xafa bo'lib, Ummu Salamaning oldiga kirdilar. Ahvolni unga tushuntirdilar. Ummu Salama: "Ya Rasululloh, ashobingiz bu vazifani bajarishni istaysizmi? Chiqing, hech kimga gapirmasdan qurbonlikni so'ying. Sartaroshni chaqiring, sochingizni olsin" dedi.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u ishorat etgan fikrni to'g'ri deb topdilar. Bunday qilish insonlarni harakatga tushirish uchun bir fe'liy tashviq bo'lar edi. Allohning rasuli o'rnidan turib, Ummu Salama radhiyallohu anhuning oldidan chiqdilar va u aytganidek qildilar. Buni ko'rgach, ashob ham o'rnlaridan turib, qurbonliklarini so'yib, sochlarini oldirdilar. Bu voqeaga o'xshash ko'p holatlarda Ummu Salama juda to'g'ri va foydali fikrlar berardi. U Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytgan so'zlarini eslab qolib, hadislar rivoyat qildi. Ummu Salama radhiyallohu anhu xotirasi kuchli tinglovchi va ishonchli roviy edi. Mo'minlarning nasihatgo'yi. Mo'minlar onasi Ummu Salama Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan so'ng sodir bo'lgan voqealarni diqqat bilan kuzatib bordi. Insonlar, xususan ularni idora etuvchi xalifa va valiylarning to'g'ri yo'ldan adashmasligi uchun harakat qildi. Tarixchilarning yozishicha, bir kuni Ummu Salama xalifa bo'lgan Usmon ibn Affon huzuriga kirdi va unga nasihat qilib shunday dedi: "Ey o'g'lim, menga nima bo'layaptiki, odamlarning sendan uzoqlashib, himoyangdan chiqayotganini ko'rayapman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sevgan yo'ldan boshqa bir yo'ldan xayr qidirma. U o'chirgan o'tni yoqma. Do'stlaring Abu Bakr va Umarning yo'llaridan yur. Ular ishni mahkam tutib, aslo zulm qilmadilar. Bir ona sifatida nasihat qilyapman. Bu mening haqqim, vazifam. Sen ham itoat etishing lozim." Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu: "Albatta, sen aytding, men tingladim. Sen tavsiya etding, men ham qabul etdim", dedilar. Oysha radhiyallohu anhu Jamal voqeasiga qo'shilmoqchi bo'lganida Ummu Salama unga shunday bir maktub yozdi. Nabiyning zavjasi Ummu Salamadan mo'minlar onasi Oyshaga: "O'zdan boshqa iloh bo'lmagan Allohga hamd bo'lsin. Sen Rasulullohning zavjalari va ummati orasiga tortilgan pardani yirtding. Qur'on sening etagingni tobladi. Sen uni kengaytirma. Haddingni bil. Alloh sening tuyangni ushlab qoldi. Uni sahroga solma." Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarning jihod yukini ko'tara olishlarini bilganlarida senga vasiyat etardilar. U zot seni dinda haddan oshishdan qaytarganini unutdingmi? Agar dinning ustuni egilsa, xotinlar tufayli tiklanmaydi. Yiqilsa, ular tufayli qaddi rostlanmaydi. Xotinlar qiladigan jihod ko'zlarini haromdan to'sish, etaklarini yig'ish va dunyo muhabbatini kamaytirishdir. Agar sen bu cho'llarda Alloh rasuli bilan yuzma-yuz kelib qolsang, nima qilarding? Ertaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashasan. Allohga qasamki, agar menga: "Ey Ummu Salama, jannatga kir" deyilganida, men u zot ustimga yopgan pardani yirtgan holda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashishdan hayo qilaman. U yoping'ichni ustingga ol. Uning hovlisi sening qal'angdir. Sen bu ummatning birlashishi uchun nasihat qilishing lozim bo'lgan paytda ularga yordam berishdan orqada qolyapsan. Agar men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganim bir hadisni senga aytsam, yuz ko'zingni tirnar eding. Vassalom. Hazrati Muaviya ibn Abu Sufyon xalifa bo'lgach, odamlarni o'ziga bay'at qildirish uchun Busr ibn Abu Artoni Madinaga yubordi. Busr Jobir kelmagunigacha hech bir Bani Salamalikning bay'atini qabul qilmasligini aytdi. Yoshi ulug'ligiga qaramay, Ummu Salama Jobirga: "Bay'at qil. Men bu bay'atning yomonligini bilsam ham, birodarimning o'g'li Abdulloh ibn Zam'aga qoni va molini saqlab qolish sharti bilan bay'at qilishini amr etdim", dedi. Minbarlarda Hazrati Ali radhiyallohu anhuga la'nat aytish amr etilganida, Ummu Salama
Muoviyaga kishi yuborib bunday dedi: siz Ali ibn Abu Tolib va uni yaxshi ko'rganlarni la'natlash bilan minbarlaringizda turib Alloh va Rasulini la'natlayotganingizni biling. Men shahodat etamanki, Alloh taolo va Rasuli uni yaxshi ko'radi. Vafoti. Ummu Salama mo'minlarning onasi edi. Tili bilan ularni zulmdan saqlashga urinar. Imkon boricha davlat odamlarini zulm qilishdan qaytarardi. Hijratning 59-yili Zulqa'da oyida behuzur bo'la boshladi. Alloh taolo undan, u ham Alloh taolodan rozi bo'lib jon taslim qildi. Janozasini Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'qidi. Baqiy qabristoniga dafn etildi. Vafot etganida 84 yoshda edi. U vafodor zavja, ulug' olim, ishonchli roviy, xullas haq yo'lda bayroqdor inson edi. Qolgan mo'tabar mo'mina ayollarimiz haqida, onalarimiz haqlarida videolarni profilimdan topishingiz mumkin.